Assalomu alaykum hurmatli briefing ishtirokchilari. Bugungi briefingda biznes yuritishni hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirishga doir navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida 2025-yil 14-noyabrdagi 214-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 5-ochiq muloqotida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek biznesni boshlashda davlat xizmatlarini kompleks tarzda ko'rsatishni yo'lga qo'yish hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish maqsadida Prezident farmoni qabul qilindi. Biznesni kompleks tarzda ro'yxatdan o'tkazish tizimini joriy etish maqsadida 2026-yil 1-yanvardan boshlab biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili asosida tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatdan o'tkazishda bir vaqtning o'zida quyidagi xizmatlarni ko'rsatish tartibi joriy etilish ko'zda tutilmoqda. Elektron raqamli imzo kalitini berish, bank hisob raqamlarini ochishga ariza topshirish hamda ularni faollashtirish, ayrim faoliyat turlari bo'yicha litsenziya, ruxsatnoma olishga ariza yoki xabarnoma yuborish, ko'chmas mulk ijara shartnomasini rasmiylashtirish, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi guvohnomasini olish, onlayn nazorat kassa mashinalarini onlayn ravishda xarid qilish va ularni soliq organlarida ro'yxatdan o'tkazish, yuridik shaxs rahbarini tayinlash va uni yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksida hisobga qo'yish, biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili doirasida tadbirkorlik subyekti har bir xizmatdan o'z tanlovi asosida ixtiyoriy ravishda foydalanadi. Tanlangan xizmatlar bo'yicha yagona QR kod orqali to'lovni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlarga firma nomiga ega bo'lishga ruxsat beriladi. Tadbirkorlik subyektlarining birlamchi ma'lumotlar, ismi, familiyasi, firma nomi, manzili, tashkil huquqiy shakli va hokazo o'zgarganda ushbu ma'lumotlar bo'yicha o'zgarishlar yakka tartibdagi tadbirkor guvohnomasiga, litsenziya, ruxsatnoma va xabarnomalarga avtomatik tarzda idoralararo elektron hamkorlik yo'li bilan bepul kiritiladi. Bunda yakka tartibdagi tadbirkorning ism, familiyasi, otasining ismi o'zgarganligi haqida ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligining ID karta avtomatlashtirilgan axborot tizimidan, boshqa ma'lumotlar tadbirkorlik subyektining davlat ro'yxatdan o'tkazish va hisobga qo'yishning avtomatlashtirilgan tizimidan o'rnatilgan tartibda real vaqt rejimida litsenziya axborot tizimiga taqdim etiladi. Litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirish maqsadida 2026-yil 1-martdan boshlab litsenziyalash, ruxsat berish, xabardor qilish tartib-taomillari sohasidagi huquqbuzarliklarni sodir etganligi uchun yuridik shaxslarga jarima qo'llanilganda ularning mansabdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish tartibi bekor qilinmoqda. Litsenziya axborot tizimida litsenziya va ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishda quyidagilarni nazarda tutuvchi ixtiyoriy dastlabki baholash xizmati yo'lga qo'yilmoqda. Dastlabki baholash doirasida talabgor litsenziya yoki ruxsatnoma olish uchun xarid qilishi rejalashtirilgan bino inshootlar, moddiy texnika bazasi, asbob-uskunalar, yollash ko'zda tutilgan xodimlar to'g'risida hamda boshqa ma'lumotlar litsenziya va ruxsat berish talab hamda shartlariga muvofiqligi o'rganiladi va tegishli xulosa beriladi. Dastlabki baholash xizmati 20 kundan oshmagan muddatda ko'rsatiladi va tegishli litsenziya yoki ruxsat etish xususiyatiga hujjatni berishda arizani ko'rib chiqqanligi uchun to'lanadigan yig'imdan ortiq bo'lmagan miqdorda to'lov undiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.